Uyg'ur xalq cho'chaklari Dasturxon maydonidagi majra. O'tgan zamonning yer tavrigan yili, cho'ng daryoning suvi tashqan mezgili ekan. O'choq iqlimining Qozon shahrida o'ltirishliq Montugul begimning cho'ng qizi Cho'chir xonam butun g'izo arboblarini yig'ib, to'xtam so'kit qilish niyatida Dasturxon maydonini tuzib, g'izo mehmonlarining bir-birlab kelishini kutib turdi. Miskar pamlik ustining asrandi balasi, rangiro'y sarg'aygan yaychang chilabchi Shaldam xo'ja onun kaynidan tush ustining amroq o'g'li Abduva zerik nozik bo'yinlarini g'azdak sozib kirib, tavazu bilan mehmonlar bilan bir-birlab ko'rishib chiqib ketdi. Qozon shahrining burunqi marhum podshohining cho'ng xotini Lengixon chet el safaridan kelguchi palash kasaliga giribtor bo'lib, tezlanishdan qoptikan. Onu arqadilla qancha g'ayratlar bilan so'rilib kelib, mehmonlar bilan qo'lma-qo'l ko'rishib chiqib ketdi. Bu vaqtda uyning tashqarisida oltin ishdan kelgan Bizirik begning shogirdlaridan bo'lgan janobi samovar atrofiga chaynak suxandozlarini yig'ib, so'q-so'kpat boshlamoqda edi. Shu asnoda jarang-jurang dag'dug'i bilan yurtning yoshlaridan bo'lgan piyola yigitlar sap-sap bo'lib maydonga yetib keldi. Uningdan keyin tashqaridan hayvat bilan posh-posh degan surlik ovoz anglandi. Bu tashqaridagi samovar ustining ovozi bo'lib, uning posh-poshlari chaynak yigitlarining qiyochiyalari bilan piyola yigitlarining vangchonlarini pasaytdi. Biroq piyola yigitlar osmonni qo'yniga yoshirmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun osmonning to'riklari langshib, jahon zilzilaga kelib ketdi. Arqadan Dasturxon maydoniga uzun cho'ng ko'chadan posh-posh degan xushomatlik ovozlar bilan Patnos taxtiravoniga o'ltirib, Tonur iqlimining mo'tavarlaridan ikki yanada muhabbazachilar to'xtatgan holda Nazi to'ram chini-chaynak, sipoh va maslahatchilarni mangdirib yetib keldi. Butun maydondagilar Nazi to'ramni ziyorat qilib turishiga, majlisga azoda va sifatli kelgan Sinchayxon xonam shama hoslarini qo'ltiqlarga qistirgan, tingan rangini qizartgan holda piyola harvasida muloyim sifat bilan bo'yinlarini jim egib o'tirishiga, qatlimi nochi chivilgan balbig'ini tuzab, parishon ko'ngli bilan janobi Nazi to'ramga g'azabi kelib, uning lashkarlarini terpiron qilgandan keyin Nazi to'ramning diptigilak semiz palvonlaridan bo'lgan Samsi Botir Farmodi palvonni yer bilan yakson qilib, o'zi badashqanni kang qurib o'ltirdi. Ular Shekarbog' mahallasidan mehmonlar huzuriga yilda bir qitim keladigan Beshak Sherimbek pelak-melaklarini tashlab, olaba qasam tollarini kiyib kelgan ko'kchi nochi, shekar suyi xonam, oqchi boyvachcha, savzi nozik kelinchak, tavuzjon so'zmanlarni nola faryodlarga quloq solmasdan orqa-orqadan jon taslim qildiribdi. Marhum Beshak Sherimbek tavuzjon so'zmanlarning qonlari daryo-daryo bo'lib oqdi. Tavuzjon so'zmanning muborak urug'lari doni-doni bo'lib, Dasturxon maydoniga terilib ketdi. Bir ozdan keyin ahli mahalla kattalari bu qurbonlar sha'niga ta'sirlik madhiya maqtashlar bilan yodnoma qilishdi. Biroq buningga o'xshash qon to'kishga taqat qila olmagan Nazi to'ramning tomiri haddidan ziyoda ko'plab darg'azab bilan qon to'kishga sababchi bo'lganlar Dasturxon maydoniga hozir qilinsin deb amr qilgandan keyin cho'mish yasovillari bilan Qozon saylisi qilib yurgan Sho'rpabegni chini kelchaklariga qachilab, qaramush danchilarini yanjib, yuzlariga chechib elib kelishdi. Sho'rpabeg nihoyatda qo'rqib ketganligi uchun ko'zlarini paqirtib turishiga, bu ayibning Cho'chir xonimda ishganligi ma'lum bo'lib, darhol Cho'chir xonimga dorg'a mangdirildi. Cho'chir xonim quloqlarini boshdan oxir dim qilib, yumg'oq sutdan o'sma qo'yib, chiroyini purishtirib, chamg'ir bog'chilarini qo'ltiqqa qistirgan holda dorg'aga tutib bermay, u bilimdan bu bilimga qochib yurganlarda janobi Mazito'ramning ochig'i ziyoda bo'ldi-da, darhol qo'shiq turg'isiga Cho'chir xonimni so'roqqa tortish to'g'riliq buyruq tushirdi. Cho'chir xonimning taxtiravoni Qozon shahridagi Dasbegimga omonat qo'yildi. Bu majradan keyin Yotazi Ho'ron qasqon hujrasidan aldirashlik bilan tarlab tapchib chiqqan peti jigardak balvoqlarini o'rab, ballarini boshroq bog'lab, legan harvasiga o'ltirib mangay deshiga, mantibadan qapoqlarini yumib, qo'rsoqlarini dombaytib, atkachilik bilan darrov Yotazi Ho'ronning ustiga chiqib o'rin oldi. Ular bir-biriga may tortishib maydon tarafga mengashdi. Bu ahvoldan xabar topgan Tungshang ambili Lazidarin, Sho'say Ko'jang, Chayzi Shijang, Ochiqsu Lozong, turib guvohchilar china taksilarda o'tirib, cho'qimiltiqlarini batlab, shishi janglarini urib jaranglatib maydonga yetib keldilar. Hammaylar darhol o'rato'pi bo'lib, o'rinlaridan turishib, ularni to'rga boshlashdi. Bir ozdan keyin Sho'say Ko'jangning g'azabli ko'zi Mantibaga tushib qoldi. Bular buningdan burun bir necha qatim mansab adovatida bo'lishgan edi. Sho'say Ko'jang darhol putlarini yerga urib, Lazidaringa arz ma'lumot qildilar.
Lazıdarın Mantıbekni ko'rsatib, cho'qi miltiq bilan o'ltirib, ochiq so'lozingning g'azabini ko'rsatib, qo'rsaqlarini yerib, 3 oy bag'rini chuvib tashlab jazo beringlar, deb buyruq tushirdi.